Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Mingjiңchilar. Çoğ işxana ayol o'qituvchi, ishchi xizmatchilar bilan to'lgan edi. 36 nafar o'qituvchi qator qo'yilgan xizmat ustallarida o'tirishgan bo'lib, oshpaz, navoy, molchilar yerdan o'rin olgan edi. Ishik o'dolg'i qo'yilgan ustalda ilmiy mudir Zikrullah G'o'ji, o'tirida Farmansha mudir, chetda moliya bo'lim boshlig'i Ahmad Ho'shullar ko'pchilikka qarab o'tiradi. Ular bir-biri bilan ko'z beqishib olgandan keyin Farmansha mudir gelini qirib qo'ydi. U avval sinf mudirlaridan yig'ilgan o'quvchilarni tozliqqa uyushtirmaganligini surishtiqib bo'lib, ondan yangi kelgan o'qituvchi Hikmat elini tanishtirdi. Ko'pchilik birdam uningga qarashdi. Gulziba yotoqdashi Habiba xonim bilan bir ustalda o'tirgan Hikmatga qayrilib qaradi. Farmansha mudir dastlabda asta, bara-bara go'yo bir kim bilan urushib qolgandek vaqirab so'zlamoqda edi. U piyozning qezilib o'g'ziga yeyildigan vaqtining o'tib ketganligi, qo'noqning oxirgi suvi berilmasa pishmay chala-po'kan bo'lib qolgan boshlarning suti qatmaydiganligi, kapostini kirgizish uchun ko'ktat ombirini qayta remont qilmasa bo'lmaydiganligi, tangshir qaynatishni keyniga surishga bo'lmaydiganligi qatorliq ahvollarni yepdan yengnisigacha so'zladi. Hatto u har bir sinf mudirlariga taqsim qilingan hojatxonalarning o'g'itidan xabar elishning tashinib qolganligi, agar atiyozliqqa yeriga o'g'it kamlab qolsa, mol va cho'shqa eg'illardan belgilamadan sirt o'g'it berilmaydiganligini eskartib o'tdi. Oxirida u aldirmay tamaki o'rab, chaqmiqini qars qilib tutashtirgandan keyin xizmatlarni o'rinlashtirdi. Buning uchun og'aynilar, dedi mudir tamakisini bir sho'rab etib. O'quvchi to'liq bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga yig'indan chiqqandan keyin kelgan bolalarni dars o'qituvchilariga tutqizib qo'yib, sinf mudirlari, qo'shim sinf mudirlari bo'linib, bola yig'ishga atlanayli. Gulziba xonimning sinfi bu yil 2-yillikka ko'chdi. Lekin qo'shim sinf mudirli bo'lmaganligi uchun hozircha yangi kelgan o'qituvchi Hikmatli uningga yordamlashga to'sin. Farmansha 2 yenda o'ltirgan ilmiy mudir Zikrullah G'o'ji bilan moliya bo'lim boshlig'i Ahmad O'shurga qarab qo'ydi. "Men jadvalni tuzib chaplab qo'ydim", dedi Ahmad O'shur tamni imo qilib. Qizilchini yuyib, qalamchi qilib, tangshirga tayyor qilish uchun bir sinfdan 5 o'quvchi, oshxona, navoiyxonaga yordamlashish, shundaqla molga o't selish uchun birdan o'quvchini har kuni sinf mudirlari chiqarib berishni unutib qolmasak. İşxana içi birdinli pichirlashlar, g'o'durlashlar bilan to'lib kayfiyat bozildi. Lekin ko'pchilik ichidan birasi dadil o'z fikrini o'tirg'a qo'ya olmadi. Hammasi mudirning alaygan ko'zlariga qarab jimib qilishdi. Ammo ular kelishib olgandeklar Kamilga qarashdi. Kamilmo hech hiyiqmayli o'rnidan turdi. "Men bu o'rinlashtirishga qo'shilmayman", dedi Kamil keskin qilib. Her günü bir sinfdan 6 bola ders qatnaşmasa, 12 sinf bo'yicha 70 dan ortiq o'quvchi, mundaqcha aytganda 2 sinf bola bir kun ders qoldirgan bo'ladi. Buningga qandaqmi o'qish sifati, sinf ko'chish nisbatiga kapolatlik qila olamiz? Onun üstüge sinflar haftada bir kun emgak qilg'achqa 5 kun ders o'tiladi. Her yili yozliq ta'tildagi o'qituvchilar kursi, choyxona maktabning o'riklik beg'i, u yerdagi yuqorining iza ahonatlari, tanbehlarni savoq qilmay, yana izimizda mengiversak, o'quvchilar qandaqmi yuz kelalaymiz? Bir nuqtaliq o'tir maktabning shon shuhratini qandaqmi saqlab qola olamiz? İşxana içini şundaq jimjitlik bastiki, o'ltirganlarning ilgari keyin elayotgan nafaslari aniq anglanib turadi. Kamilning tarozi bosqudek vazirlik so'zlaridan xo'shal bo'lgan Hikmat uningga asta boshlashdi. Boshqalarmo jon kirgandek erkin tinishdi. Mudirning uni ichiga tushib ketdi. Agar bu fikr boshqalarning eg'izidan chiqqan bo'lsa, uni mudir bir eg'iz sesiq gap bilan tunjuqtirayotgan bo'ladi. Lekin u o'qituvchi o'quvchilar ichida inovati bor, hamma hurmatlaydigan Kamilga qattiq yirik gap qilolmaydi. Uning ustiga Kamilning so'zlarining asosi bor edi.
Her yili yazda qışlıq ta'tillardagi o'qituvchilar kursida 4 o'tir maktab bo'yicha Bo'ston o'tir maktabining o'qitish sifati tovan chiqadi. Rahbarlik tarafidan saqili qirilib, tanbih yegan Zikrulloh G'oji beshini ko'tarolmay qoldi. Lekin Farmansha uning ko'nglini yasab, bu yil kuzlik ko'ktat, yal yemish, tangshirlardan ko'proq kirgizib bersak, ma'rif idorasidagilar bu ishni bo'ldi qiladi. Ko'nglinglarni chashmanglar, deydi. Lekin shu turqida Kamilning o'riklik bag'ni asga selishi uning ko'ni yarisiga tuz sepgandek bo'ldi. Men bu Kamilning fikriga qo'shilman, dedi Murod achchiq bilan. Aslida davlat boshqurgan o'tir maktablarda o'qish asos, amga qo'shimcha bo'lish kerak. Hozir bizning yezigilik o'tir maktabidan hech farqimiz qolmadi. Dedi mudir Ahmad O'shirga qarab. Uning Murodga achchiq kelganligi chiroyidan chiqib turadi. Sinflardan ajratadigan bolalarni azaytsak bo'larmi? O'quvchilarning atdigan kashf uchun 1200 dan ortiq non yiqiladi. Ammo Navoiy 2 zuvli ochadigan ayol kishi tushlik tamoqi uchun 3 jo'n qozonda tamoq etiladi. Buningga 2 oshpaz, bir ko'ktat adolaydigan ayol bor. Ular yetisholmasmiki, uning ustiga shakar qarim. Sirtdan odam yollasak bo'ladi-ku, dedi Kamil kesiblar. Shakar qarim, qani sili desdichu, dedi mudir go'yo Kamilning so'zini anglamagandek qiyofatda. Tangshir qaynitish uchun yildikidan azroq o'quvchi bersak yetishalamlar. Ishchilar orasida xuddi qo'noq ko'tikidek cho'qchiyib o'ltirgan, beshi ushluq, jug'i kichik, sap-seriq, qisqa yaktaklik bir odam o'rnidan turdi. Uning qo'shiqdek chiroyi xuddi dazmol sog'andek siydam bo'lib, tuki tushib, yog'oqlashib ketgan sallat to'pisi qishyoz beshidan elinmag'achqa bakmi ko'nirab ketgan edi. U yapma qapoqlar ostidagi kichik cheqir ko'zlarini to'xtamay chimchaqlatganicha mudirga qarab hijaydi. Uning ushshaq arachishlari ham tangshirni to'li tetib, qaradab ketgan edi. "Endi qaraslar mudir", dedi shekar qarim zil ovozda. "Qizilchilarning erkak yiltiz monaklarini yo'nuydigan gap. Yuyib adolaymiz, qalam chiqibmiz, qozonning ko'tiga o't qalaymiz. O'zim bo'lsam 3 qozonning orliqida yo'g'ilab, pishqan tangshirning pesisini chaludi suzibma. Ha mana, hammasiga odam ketdi ya." Shekar qarimning sodda, tuz gaplariga hamma kulishib ketishdi. Mudir o'quvchi ayrish ishini keyinga qoldirib, yig'inni oyoqlashtirmoqchi bo'ldi. Lekin ilmiy mudir Zikrulloh G'oji mening gap qilishimning o'rni bormi yo'q degandek qattiq yutilib, qasdan gelini qirdi. O'rinlardan qo'zg'alishga tayyor turgan o'qituvchilar jim bo'lishdi. "Bola yig'ishga chiqadigan o'qituvchilarning", dedi Zikrulloh qilin qapoqlarini silib, "dars qoldirishiga bo'lmaydi. Ular dars yo'q o'qituvchilar bilan almassin. Yana bir gap, dars kitoblar keldi. Dars o'qituvchilari bergan tizimi bo'yicha elib olsin." Zikrulloh G'oji xafa ko'rinadi. U o'qitish haqida so'z bo'linmaganligi uchunmi yoki o'zining so'zga taklif qilinmaganligiga achchiq keldimi, ish qilib mundaq tap-tanisi to'la ilmiy mudirlikdan zerikkanligi, "Chivinni nega borsan" desa, "Tozning qiyshig'a" degandek hamma bola qazoning o'ziga kelayotganligi. Shunga buningdan keyin kimning dars sifati, o'quvchilarning sinf ko'chish nisbati to'van bo'lsa, shu o'qituvchining shaxsiy materiallarini ma'rif idorasiga yo'llaydiganligi, ularga o'riklik bag'ning ta'mini tetitib qo'ydiganligi qatorliq tahdid aralashgan tikanlik so'zlarni qildi. O'qituvchilar bu "Qizim sana aytay, kelinim sen angla" degan xitobni tushunib o'ltiradi. Farmanshaning ilmiy mudirning ilmak gaplaridan ochiq kelgan bo'lsa-mu, lekin yuzi qizargan chig'i o'qitish haqida vaqirab-jaqirab bir necha ig'iz gap qildi. Buningdan ochiq tez adovati bo'sh Zikrulloh G'ojining chiroyiga qon yugurib, salobatlik bilan yo'tilib qo'ydi. Mudir oxirida o'qituvchilarning kuzlik yig'im-terimda herib charchaganligi, shundaqla dars boshlash munosabati bilan kashda ko'ngil echish borligini uqtirdi. U Ahmad Ho'shurga bir qo'yni tonur kavupi, bir qo'yni qo'rdoq ham qo'rilmalarga ishlatish, cho'shqa fermasidan oqqo'noq hariqidan ko'prak ap kelish haqida yo'l yo'riq bergandan keyin o'ltirgan oshpaz Navoiylarning tonur kavupi, qo'rdoqlarni qilib bo'lgandan keyin ko'ngil etishga billa qatnashadiganligini deganda hammasi xo'shal bo'lishib o'rinlardan turishdi.
Yığın tarqıdı. Ba'zi sinif müdirlari aldirab siniflarga chiqib ketishdi. Yardımcı sinif müdiri bo'lib qolgan Hikmat Amdili Gulzibaning yeniga baray deb turishiga bir necha o'qituvchi uning atrofiga yig'ildi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyat jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil tarbiyalash markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Ma'arif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar.